O'zgidromet O'zbekistonda 25 fevral kuni kuzatiladigan ob-havo haqida ma'lumot berdi. Unga ko'ra, Toshkent shahrida havo o'zgaruvchan bo'ladi, yog'ingarchilik kutilmaydi, faqat kechqurun biroz yomg'ir yog'ishi mumkin. Sharqiy shamol yo'nalishini o'zgartirib, g'arbdan 38 metr/sekund tezlikda esadi. 10-12 metr/sekundgacha kuchayishi mumkin. Harorat kechasi 7-9 darajа iliq, kunduzi 20-22 darajа iliq bo'ladi. Qoraqalpog'iston Respublikasida havo o'zgaruvchan bo'ladi, ba'zi joylarda yog'ingarchilik, yomg'ir, qor bo'ladi. Shamol g'arbdan 7-12 metr/sekund tezlikda esadi. Harorat kechasi 3 daraja sovuq, -2 daraja iliq, kunduzi 0,5 daraja iliq. Ustyurtda kechasi 3-8 daraja sovuq, kunduzi 3 daraja sovuq, -2 daraja iliq bo'ladi. Xorazm viloyatida havo o'zgaruvchan bo'ladi, ba'zi joylarda yog'ingarchilik, yomg'ir yog'adi, ayrim joylarda qorga aylanishi mumkin. Shamol g'arbdan 9-14 metr/sekund tezlikda esadi. Harorat kechasi va kunduzi 2-7 daraja iliq bo'ladi. Buxoro va Navoiy viloyatlarida havo o'zgaruvchan bo'ladi, ba'zi joylarda yomg'ir yog'adi. Shamol g'arbdan 7-12 metr/sekund tezlikda esadi, ba'zi joylarda 13-18 metr/sekundgacha kuchayadi, ayrim joylarda ba'zida 20-25 metr/sekundgacha kuchayishi, chang to'zonlar bilan kuzatilishi mumkin. Harorat kechasi 5-10 daraja iliq, kunduzi 15-20 daraja iliq. Navoiy viloyati Sho'l hududida kechasi 2 daraja sovuq, -3 daraja iliq, kunduzi 7-12 daraja iliq bo'ladi. Toshkent, Sirdaryo, Jizzax, Samarqand viloyatlarida havo o'zgaruvchan bo'ladi, yog'ingarchilik kutilmaydi, faqat kechqurun ba'zi joylarda yomg'ir yog'adi, tuman tushishi mumkin. Sharqiy shamol yo'nalishini o'zgartirib, g'arbdan 7-12 metr/sekund tezlikda esadi, ba'zi joylarda 13-18 metr/sekundgacha kuchayadi, ayrim joylarda ba'zida 20-25 metr/sekundgacha kuchayishi, chang to'zonlar bilan kuzatilishi mumkin. Harorat kechasi 5-10 daraja iliq, kunduzi 18-23 daraja iliq bo'ladi. Qashqadaryo va Surxondaryo viloyatlarida havo o'zgaruvchan bo'ladi, yog'ingarchilik kutilmaydi, faqat kechqurun ba'zi joylarda yomg'ir yog'adi. Sharqiy shamol yo'nalishini o'zgartirib, g'arbdan 7-12 metr/sekund tezlikda esadi, ba'zi joylarda 13-18 metr/sekundgacha kuchayadi, ayrim joylarda ba'zida 20-25 metr/sekundgacha kuchayishi, chang to'zonlar bilan kuzatilishi mumkin. Harorat kechasi 7-12 daraja iliq, kunduzi 21-26 daraja iliq bo'ladi. Andijon, Namangan, Farg'ona viloyatlarida havo o'zgaruvchan bo'ladi, yog'ingarchilik kutilmaydi, ba'zi joylarga tuman tushishi mumkin. Shamol sharqdan 5-10 metr/sekund tezlikda esadi. Harorat kechasi 3-8 daraja iliq, kunduzi 15-20 daraja iliq bo'ladi. Respublikaning tog'li hududlarida havo o'zgaruvchan bo'ladi, vaqti bilan yog'ingarchilik, yomg'ir, qor bo'ladi. Ba'zi joylarga tuman tushishi mumkin. Qor ko'chish xavfi bor. Sharqiy shamol yo'nalishini o'zgartirib, g'arbdan 7-12 metr/sekund tezlikda esadi, ba'zi joylarda 15-20 metr/sekundgacha kuchayishi mumkin. Harorat kechasi 0,5 daraja iliq, kunduzi 8-13 daraja iliq bo'ladi.